Sizlar bilan o'yin keldi. Sizlar bilan bugun birinchi videomiz DLC. Menimcha hamma yoqda DLC bo'ldi. Shuning uchun faqat DLC o'ynasam bo'ladi. Akkaunt ko'rib turibsizlar yaxshi. Bu birinchi videom uchun akkauntim yaxshi. Keyingi videolarda xudo xolasa bularni pulni yo'q qilib boshdan sostav qilishga harakat ko'ramiz. Bugun esa hozircha o'ynab turamiz. Bu yerdan sovg'alarni olib, pulkam shuni hozir birorta o'yinchini olishga harakat qilib ko'ramiz. Kim tushini oxirida ko'rasizlar. Sizlar videoni ko'ringlar. Men esa o'yinni boshladim. Aytgancha yana bitta narsa, like va podpiska bosish esdan chiqarmanglar o'rtoqlar. Iltimos qilib so'raymiz. Bu podpiska va like bizni ko'tarishimizga yordam beradi. Shuning uchun sizlardan so'rayman. Bizni prosmotrlarimizni ham ko'taradi bular. Va yana bitta narsa, bu meni birinchi videom, sizlar tanimaysizlar. Shuning uchun nomim o'yin okelar, faqat DLC emas. Boshqa o'yinlarni ham chiqarib turaman. Ko'pincha lekin DLC bo'lishi mumkin. Misol uchun Minecraft, Roblox degandaqa. Shuning uchun like va podpiska qo'yinglar. Kim mana Minecraft yaxshi ko'radi? Xo'p. O'ynash yaxshi. Hop. Kosmosdan chiqib ketdi. Yaxshi, falan to'g'risi ulguradimi? Yo'q. Fair goal. Lionel Messi Ferran Torresdan pas. Yaxshi. O'rtoqlar hozir stop qilib turaman. Birozdan so'ng qaytamiz. Qilolmadim. Lekin bitta yaxshi. O'rtoqlar, va yana aytaman, like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Agar 5000 like va 500 ta podpischik kelsa, men bu shu sostavni musorga tashlab, ya'ni musor qilib, boshidan sostav yig'aman sizlar uchun. Shuning uchun va obuna va like bosib qo'yinglar. 5000 like va 500,000 podpischik. Bu akkaunt ukamniki, shuning uchun men DLC o'ynamayman. Video olib ko'rmoqchi bo'ldim endi. Va mana o'zingizlar ko'ryapsizlar, yaxshi o'ynayapman, lekin gol uribmas. Xo'p. Va yana bitta narsa, DLC'da kimni akkaunti qanaqa rasmga olib tashlaylar. Telegram akkauntim bor. Ko'ryapsizlar, yaxshi o'ynayapman. Kamillikka bilinib o'tgan bo'lsa kerak. Yo'qsa time together. Hozir ko'ramiz. С Билайн получить новый смартфон очень просто. Вот. Спасибо. Va ikkinchi taymdan boshlandi do'stlar.
endi Dimitrovic saves. Vartarisi yaxshi. Mabodo sariq kart emasmidi, ko'rmadinglarmi? Surely now. He times his run back. Va bu yerda bizda offside bo'lyapti. Videoni uzolmayman, xabar olmaysizlar. Noto'g'ri tushunmaysizlar. Here's Cherky with the ball. Will it go in? Simply Va yana missing gol. about there. Clean finish. A goal from the Cherky. substitute. Bringing him on was surely 81 the right oyuncu. decision. An accurate pass. He did well to win the ball back. This is a physical game, lots of tackles being made. Hop, Araujo, Ferran Torres. Possessed there. Yo, ololmadi Ferran Torres. Steinberg. Dribbling. It's gone off the pitch. It's a throw-in. With the calibre of players on the bench, I'm not surprised the manager will be making some substitutions. Hop. Confident pass. Here's Cherky with the ball. Va bu yerda zo'r kombinatsiya bo'ldi. Uraladimi va yo'q, barakasi o'tdi. Uglovoy. For a fresh play. Qani ko'ramiz, Uglovoydan uralaymizmi? Yo'q. Uzoqdan ketdi. Qani bo'lmasam, yana bitta gol uramiz. What he wanted to see. Gol uramiz deymiz, harakat qilamiz. Finds his teammate. Hop. But you have to say there's not much Yaxshi. chance of a comeback here now. Tomog'im ancha bog'liq qolibdi, shuning uchun ahamiyat bermaysizlar. Passed into the box. Va yana 3-gol. Ferran Torres, Michael Olise'dan His header well to put it past the goalkeeper. va qani bo'lmasam 4-golni urolmasa kerak, chunki vaqt bizda oz qoldi. Va yana sizlardan iltimos qilaman, like va podpiska bosib qo'yinglar. 5000 like va 500 ta podpiskadan keyin bu videoning ikkinchi qismi, ya'ni bu akkauntni noldan yig'ishni boshlayman. Ko'rasizlar o'zingizlar. He's one-on-one now. Will we see a Va gol ura oldik. goal? His second Xo'p. 4-0 bo'lsa kerak. players killing on. Dilasani hammalarga tavsiya etaman. Yaxshi o'yin ekan. O'zim ham anchadan beri o'ynayapman. Xo'p. Va bularda manaqa o'zingizni stadioningiz bo'lsa, ko'pkinaroq pul berar ekan, bilmaganlar uchun. Good. Excellent. Reklamalar ham joyini deydi-yu. Amazing. Do'stlar, xuddi shu payt sizlar DLC'da yangi o'yinchilar kelgan, qora va qizil. Qizillarning eng pasti 82, 85 gacha eng ko'p chiqadi. Qora o'yinchilardan 87, 87, ikkita 87lik Ronaldo, Messi kelgan. Shuning uchun ulardan olishingiz mumkin. Новый смартфон очень просто. Va ularni qani olamiz deganlar uchun ana bu boru sariq o'yinchilar olar ekan. Nos ko'rsatib qo'yaman. Bitta bu yerda mana bundan olsanglar 6-7% qora o'yinchi tushishi mumkin do'stlarim. Xo'p, ko'rvoldinglar mana 87, 86, 87, 85, 85, 89, 89, 89. Uy, hechirdik mana.